Keldi. U yetib keldi. Filtrli suv tozalash moslamasi yetib keldi. Tozalangan suv zaif, gidroksidli, kichik molekulali, shaffof va shirin bo'lib, shunchaki jo'mrakni ochib ichish mumkin. Sog'lom bo'lish uchun tez yaxshi suv ichib turing. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz ushbu mahsulot uchun chegirmaga ega bo'lib, 100 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Elektr sarflamaydi, qulay va arzon. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti so'rovnomasiga ko'ra, dunyodagi kasalliklarning 80% va bolalar o'limining 50% ichimlik suvi sifatining yomonligi bilan bog'liq. Suv sifati yomonligidan kelib chiqadigan kasalliklar, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari, yuqumli kasalliklar, turli teri kasalliklari, qandli diabet, saraton, tosh kasalligi, yurak, qon tomir kasalliklari kabilardir. Suv hayot manbai. DKS suv tozalagichi 3 bosqichli filtrlash tizimiga ega. Birinchi bosqich keramik filtr elementi. Uni almashtirishning hojati yo'q. Qayta yuvib foydalanish mumkin. Ikkinchi bosqich UDF kokos qobig'i, donador uglerod, xlor qoldig'ini yutish uchun katta tozalash maydoniga ega. Uchinchi bosqich CTO kokos qobig'i, ichimlik suvining ta'mini yaxshilaydi. 1 soniya ichida zang, cho'kma va zarralarni tozalaydi. 1 soniyada turli dorilar va xlor qoldiqlarini yo'q qiladi. Oqib chiqadigan suv tiniq va shirin bo'lib, jo'mrakni ochishingiz bilan ichishingiz mumkin. Onalar va chaqaloqlar to'g'ridan-to'g'ri ichish standartidan o'tgan, yanada xavfsiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz ushbu mahsulot uchun chegirmaga ega bo'lib, 100 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Elektr sarflamaydi, qulay va arzon. Devorga alohida teshik hosil qilishning hojati yo'q. Uni o'zingiz ham o'rnatishingiz mumkin va har qanday jo'mrakka ulash mumkin. Keramik filtr elementini yuvib qayta foydalanish mumkin. Almashtirish shart emas. Sog'lom turmush har bir oilaning mezoni. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.